Bugun yurtimizda davlatimiz rahbarining qaror va topshiriqlari asosida poytaxtimizda xavfsiz muhit yaratilib, Toshkent shahri kundan kunga zamonaviy qiyofa kasb etib bormoqda. Xususan, o'tgan vaqt davomida shahrimiz hududida 7/24 rejimda ishlovchi turistik ko'chalar, gastronomik maskanlar, zamonaviy yirik savdo ko'ngilochar majmualari, bog' va xiyobonlar aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Buning natijasida poytaxtimiz nafaqat yurtdoshlarimiz, balki xorijlik mehmonlarning sevimli shahriga aylanib bormoqda. Bayram kunlari Toshkent shahrining diqqatga sazovor maskanlari, ayniqsa savdo va ko'ngilochar majmualari odatdagidan ham gavjum bo'ladi. Kimdir yaqinlariga sovg'a salom xarid qilsa, yana kimdir oilasi bilan mazmunli dam olish yoki shunchaki sayr qilish uchun ko'chaga chiqadilar. Ular poytaxtimizning chiroyli va yaratilgan sharoitlaridan bahramand bo'lishmoqda. Hamma joylar go'zal, kecha bayramlarni o'tkazdi, tashakkur. 2 kundan bir maza qilib aylanib yuramiz. Bu tinchligimizning sababchisi muhtaram prezidentimiz bo'ladilar. Ularga ham katta rahmat aytaman. Shunchalik ayollarga yuksak e'tibor berganlar uchun yurtimizning tinchligiga ko'z tegmasa, osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Albatta, aholi gavjum joylarda xavfsizlikni ta'minlash birinchi galdagi vazifa va mas'uliyatli ishdir. Shu bois Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bayram kunlarida fuqarolarning vaqtlarini tinch va osuda o'tkazishlari uchun zarur xavfsizlik choralari tunu kun ko'rilmoqda. Jumladan Toshkent City hududidagi savdo majmualarida asosiy kirish va chiqish nuqtalariga maxsus nazorat o'tkazish punktlari o'rnatilgan bo'lib, har bir tashrif buyuruvchi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan uskunalar yordamida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Hududdagi vaziyatni yanada samarali nazorat qilish maqsadida avia patrul xizmati jalb etilgan va uning yordamida atrof muhit yuqoridan kuzatilib borilmoqda. Bunda maxsus dronlardan foydalaniladi va jarayon huquqni muhofaza qiluvchi organlarga kaftdek namoyon bo'lib turadi. Belgilangan maskanlarda jamoat tartibini saqlash va qo'riqlash xizmati xodimlari, maxsus otryad bo'limlari va patrul post xizmati inspektorlari xizmat olib bormoqda. Ular hududni doimiy nazorat qilib, har qanday shubhali holatga tezkorlik bilan munosabat bildirmoqda. Adashib qolgan bolalar esa tezda topilib, ota-onalariga topshirilmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimlari esa transport harakatini tartibga solib, tirbandliklarning oldini olish, haydovchi va yo'lovchilarga qulaylik yaratish choralarini ko'rmoqda. Yaratilgan tinch va osuda muhitdan yurtdoshlarimiz mamnun. Fuqarolar orasida qo'shni davlatlardan yoki xorijdan kelgan sayyohlarni ham uchratish mumkin. Xorijlik mehmonlar zamonaviy va kundan kunga chiroy ochib borayotgan Toshkent shahri haqida, uning bayramona muhiti, turistik imkoniyatlari va eng muhimi xavfsiz shahar ekanligi haqida ijobiy fikrlar bildirmoqdalar. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari chet ellik mehmonlarga har qanday sharoitda yordam berishga tayyor turibdilar. Я, наверное, здесь первый раз вообще узнал, что такое восточное гостеприимство, и, честно говоря, приятно удивленный. Мне и рассказывали, и сам убедился, город, на мой взгляд, максимально безопасный. В ночное время здесь я как бы с друзьями, с коллегами ночью передвигался по улице, это абсолютно безопасная история. И даже мне не страшно здесь ходить одной. Шикарные люди, шикарный город, правда. Спасибо огромное, Рахмат. Вчера был прекрасный женский праздник, мы очень хорошо и весело его встретили. Люди очень добрые у вас, веселые. Колористика города такая необыкновенная, с восточным стиле. Все посмотрели, все очень интересно, красиво. Shu tariqa bayram kunlari poytaxtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar va mehmonlar uchun tinch osuda muhitni yaratish maqsadida barcha choralar tunu kun ko'rilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borishi natijasida yurtdoshlarimiz va sayyohlar o'zlarini xotirjam his etmoqdalar. Bu esa Toshkent shahrining nafaqat zamonaviy va go'zal, balki xavfsiz va ishonchli megapolis sifatidagi nufuzini yanada mustahkamlamoqda.